Erkak bilan ayol ikki qo'lga o'xshatilyapti. Albatta erkak kishi o'ng qo'l, ayol kishi chap qo'l. Bir-biriga qiyos qilsak, bir-biriga juda ham yaqin, lekin darajaga kelganda o'ng qo'lning ulug'ligi bor. Xuddi shunday oilada erkakning ulug'ligi bor. Qo'limizni bittasi nopok bo'lsa, ikkinchi qo'l uni tozalaydi. Chap qo'limiz nopok bo'lsa, o'ng qo'l tozalaydi. To'g'rimi? Najas tekkan qo'lni o'zini o'zi poklash imkoniyati kam. Ikkinchi qo'l yordamga keladi, uni poklaydi. Er va xotin ham xuddi shunday. Xato qildimi, uni yuziga solib emas. Xato qilgan odam yomon odam emas, balki xatosini bo'yniga olmagan, uni to'g'rilashga harakat qilmagan odam u yaxshi odam emas. Kimnidir oldida to'g'rilashga harakat qilmanglar yigitlar. Keyin alohida kecha onamni oldida indolmadim, mana shu ishing noto'g'ri deb turib, alohida o'ziga ayting. Onangizni oldida, otangizni oldida to'g'rilashga harakat qilsangiz, ayolingizni izzat qilgan bo'lasiz. Hurmatini toptagan bo'lasiz. Xuddiki ikki qo'l bir-birini poklagani kabi, er va xotin ham bir-birini aybi nuqsonlardan to'g'rilash kerak.